Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bir tojikistonlik mijozimizning buyurtmasiga asosan 11:20 ga 11:20 maydonga, ya'ni 125 kvadrat yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 2 qavatlik 7 ta xona va qo'shimcha yordamchi xonalardan iborat bo'lgan uy proyektini namoyish qilmoqchiman. Videoni boshlashdan oldin sizlardan bittadan like, podpiska va o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Xo'sh, bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, bu uyimiz hovlini to'riga tushadigan uyimiz, ya'ni bu mijozimizning ko'cha tomonida ham mana bu yerda uylari bor, xonalari bor va bu uyni hovlini to'riga ikki tomonidan va orqa tomondan ozroq joy qoldirib, hovlini to'riga qilaman deganligi uchun mana shunga mo'ljallab proyekt qilganmiz. Uyga mana asosiy kiradigan eshigimiz mana bu yerda bo'ladi va bu yerda bitta yoz kunlari o'tiradigan ayvonimiz bor va shuni ustida ham kattagina mana terassasi bor. Bu tomondan ko'rganda ustilari mana leksan bilan, polikarbonat bilan yopilgan bo'ladi. Va mana bu yerda mana oshxonamiz, hovlidan to'g'ri ko'ringan katta oshxonamiz bo'ladi. Bu yerga ham bu yerdan verandada ayvondan kiriladi, ham uyni ichidan ham bemalol kirsa bo'ladi. Va yuqori qavatlarimizda yotoqxonalarimiz, bu yerda hol va bu yerda mana terrasa va bu yoqlarda birinchi qavat ham, ikkinchi qavat ham shu yerda yotoqxonamiz bor. Ichida o'zining sanuzeli bilan birga bo'lyapti. Va shu holatiga birinchi qavatimizda 3 ta xona va ikkinchi qavatimizda 4 ta xona va undan tashqari qo'shimcha yordamchi xonalardan iborat. Xo'sh, bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, bu uyimizga mehmonxona ko'zda tutilmagan, chunki boya aytganimdek, mijozimizning ko'cha tomondagi uyida, eski uyida ikkita mehmonxonasi bor. O'shaning uchun bu yerga mehmonxona emas, o'zim uchun xuddi dachaga o'xshagan hovlini to'rida uy bo'ladi deganim uchun shunday mo'ljallaganmiz. Xo'sh, mana bu yerda kirdik, mana bu yerda mana yoz kunlari mana bu yerga ko'rpacha to'shab bemalol o'tirsa bo'ladi. O'tirganda mana hovlimiz juda chiroyli ko'rinib turadi bu tomondan. Xo'sh, endi asosiy uyga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda to'g'ri kirganimizda hol bo'ladi. Mana holga kirdik. Bu yerda ikkita xonamiz bor, bolalar xonasi va ota-onalar yotoqxonasi va mana bu boya aytgan oshxonamiz, uy ichidan kiradigan qismi. Va mana bu tashqarida hovlidan kiradigan eshigi bo'lyapti. Hozir bularga ham kirib chiqamiz. Va bu tomondan tushuntiradigan bo'lsak, mana bu holga kirdik. Holga kirganimizda mana bu aylana zina bilan tepaga to'g'ri chiqib ketamiz. Mana bu figurniy holatda bo'ladi va ikkinchi qavatimizning tomlari ham, patologi ham mana shunday ko'rinib turadigan ochiq studiya tipidagi hol bo'lyapti va shu yerda o'zida mana общий bitta sanuzelimiz bo'lyapti holni ichidagi. Va shu yerda o'zida mana bu oshxonamizga kiradigan bo'lsak, kattagina oshxonamiz mana ko'rib turganingizdek, ham ovqat pishiradigan, ham choy ichadigan oshxonamiz bo'lyapti. Va mana hovliga qaragan va yon tomonlariga qaragan oynalari va mana bu yerdan to'g'ri ayvonga ham chiqamiz. Yoz kunlari o'tirganda oshxonadan ovqatlarni tashish uchun juda ham qulay bo'ladi. Va buni ehtiyojga qarab, agar siz qilmoqchi bo'lsangiz, ehtiyojga qarab mehmonxona qilib bersa ham bo'ladi. Endi kimning ehtiyoji qanaqa bo'lsa, o'shanday qilinadi. Bu endi faqat shu tojikistonlik mijozimizning xohish irodalar, istaklaridan, ehtiyojlaridan kelib chiqib shunday proyekt qilganmiz. Va kirganimizda mana ikkita xona, bu aytganimdek, bunisi ham yotoqxona. Mana bunday detskiy xona, yotoqxonamiz bu, bolalar uchun yotoqxona va buni yonidagisi kattalar uchun yotoqxona. Mana zinaning yonidan to'g'ri kirib ketamiz. O'zini ichida mana bu sanuzeli bilan birga bo'lyapti. Yon tomonga oynasi bor mana va ichida mana bu eshigimizdan to'g'ri kiradigan bo'lsak, mana bu ixchamgina bitta dushvoy kabinachasi bor. Mana shunga kiramiz. Xo'sh, bu yerdan chiqamiz, endi ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Общий mana ko'rinish. Ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, mana zinadan aylanib chiqamiz. Mana bunday holatda mana bu tomon ikkinchi qavatimiz mana shunday ko'rinadi. Ochiq studiya tipida qilingan. Mana shunday holatda bo'lyapti. Va bu yerga chiqadigan bo'lsak, bu yerda bitta mana katta hol, bu yerda ham bemalol o'tirsa bo'ladigan joyimiz bor mana bu rayonning tagidan va shu yerdan qolgan xonalarga ham kiramiz. Mana bu yerdan bu yoqqa chiqadigan bo'lsak, to'g'ri balkonga, terrasaga chiqamiz. Hozir bunday chiqib ko'ramiz. Va bu tomonlarda ham boshqa xonalarimiz bor. Mana buning yonida bitta xonamiz, detskiy xonamiz bo'lsa, mana hovli tomonga qaragan derazasi bo'lyapti va shu yerda o'zidan terrasaga ham bemalol chiqsa bo'ladi. Ko'chada hovli tomondan qaraganimizda mana bu xonamiz bo'lyapti, ya'ni mana bu xonadan bo'lyapti. Xo'sh, bu yerdan qaytib chiqamiz va mana bu holga, katta holga keldik mana. Va bu yerdan endi qolgan xonalarimizga ham kirib chiqamiz. Xo'sh, bu tomonimizda ham birinchi qavatda bo'lganidek bitta detskiy xonamiz. Mana shunday ichida mana o'zining garderobcha qismi bilan birga bo'lyapti. Va bu yerda kattalar uchun yotoqxonamiz bo'lyapti. Boya birinchi etajga o'xshagan o'zini ichidagi sanuzeli bilan birga bo'lyapti. Kattagina sanuzeli bor, ya'ni mana kattagina mana shunday holatda sanuzeli bo'lyapti.
Bu proyektimizda ikkinchi qavatda общий sanuzel qilmaganmiz. Bu ham shu mijozimizning xohish irodalaridan kelib chiqqan. Va oxirgisi mana terassamiz bo'lyapti. Mana shunday holatda kattagina terassamiz. Mana shunday ko'rinib turadi. Umumiy ko'rinishda mana shunday ixchamgina proyektimiz mana shunday holatda bo'lyapti. Mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Kimga shunaqa proyektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon nomer va Telegram nomerimni mana bu yerga videoni ostiga qoldirib ketaman.